Keksa avlod vakillari pensiya yoshiga yetgach, qarilikni bahona qilib, o'zlarini jamiyat hayotidan chetga tortishga harakat qilishadi. Biroq shunday otaxon va onaxonlar borki, bugun ular jamiyatimiz hayotida faol va tashabbuskordir. Mahallalar va oilalar tinch totuvligi, hamjihatligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish hamda yosh avlod tarbiyasiga g'ayrat va shijoat bilan hissa qo'shishmoqda. Ana shu mavzudagi navbatdagi lavhamiz Nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Bugun yurtimizdagi qaysi mahallaga bormang, u yerda nuroniylarning o'z o'rni, aytar so'zi va so'zining salmog'i bor. Qari bilganni pari bilmas degan gap bejizga aytilmagan. Ularning hayot tajribasi, ro'zg'or past balandligini yaxshi bilishi yoshlar uchun maktab vazifasini o'tamoqda. Xonqa tumanida ham nuroniylar yurtimiz obodligini tilab, muqaddas qadamjolar, ko'cha va xiyobonlarni obodonlashtirishda tashabbuskor bo'lib, yoshlarga bosh bo'lishmoqda. Ayniqsa, oilalarning totuvligini saqlash, avlodlarni xalqimizning ko'p asrlik an'analarini hurmat qilish ruhida tarbiyalash, aholi bandligini ta'minlash, mahallalarda tartibli va xavfsiz muhit hamda migratsiyani joriy etishda nuroniylar mahalliyattiligi bilan hamkorlik qilishmoqda. Xususan, Mustaqillik mahallasida ham har bir ko'chada ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, aholi o'rtasida hamjihatlikni mustahkamlash hamda milliy urf-odat va qadriyatlar asosida hashar ishlarini samarali tashkil etish maqsadida nuroniylar har bir ko'chaga biriktirilgan. Menga ham mana shu Ahillik ko'chasidan 50 xo'jalik berkitib berildi. Men o'zim 84 yoshga girdim. Har bir xo'jalikda bo'ladigan holni deb bilaman. Men shu berkitirilgan 50 xo'jalikda uyma-uy yurib, hamma tamarkasuyu bütün obodonlashtirish shu farzandlari bo'lgan yoshlara bo'lgan tarbiya hammasi sharoit hammasini o'rganib ish olib boramiz shundan boshlab. Nuroniylar bosh bo'lgan har bir ishda fayz va baraka bo'ladi. Bugun mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini tatbiq etish jarayonida nuroniylarning boy hayotiy tajribasi, ma'naviy salohiyati va jamoatchilikdagi nufuzi samarali foyda bermoqda. Viloyatimizda hozirgi kunda 6910 ta ko'cha bo'lib, shu ko'chalarning hammasiga bir nafardan nuroniylarimiz biriktirib chiqildi va ro'yxatlari shakllantirildi. Nuroniylarimiz o'zi berkitilgan ko'chalarida obodonlashtirish ishlari, ko'kalamzorlashtirish ishlari, mevali manzarali daraxtlar ekish, undan tashqari shu mahallada yashovchi har bir xonadonning oilaviy ahvolini chuqur o'rganib, shu yerda oilaviy ajrimlar bo'yicha jinoyatchilikka qarshi ishlarni amalga oshirish, giyohvandlikka qarshi ishlarni amalga oshirish vazifalari yuklatilgan. Mana biz 2-3 ta tumanda bo'lib, nuroniylar bilan uchrashgan paytimizda shu topshiriqdan hammasi mamnun bo'lib, berilgan topshiriqlarning hammasini birma-bir bajarish choralarini ko'rishlarini va amalga oshirishlarini va'dalarini berdilar nuroniylarimiz. Va shu ishlarni amalga oshirishda yurtimizda yana masalan tinchlikni saqlab qolishda, respublikamiz ijtimoiy iqtisodini rivojlantirishda nuroniylarimiz shu hurmatli prezidentimizga shu ishlarni amalga oshirishda ko'makdosh bo'lamiz deb o'zlarini va'dalarini berdilar. Bu Ujala maktabining a'zosiman. Bizning Shebat mahallamizda 109 xonadonda 5036 aholi istiqomat qiladi. 16 ta ko'chamiz bor. Shundan mana Ziyola ko'chasi biriktirgan. Ziyola ko'chasida 37 ta xonadon bor. Hamjihatlikda, hamkorlikda, mana shu oila bilan birgalikda ishlab, obodligi bormi, eshkaldan tozalash, gullar ekish, masalan shu ajrimi yoqasiga kelib qolgan xonadonlar bilan hamkorlikda ishlash, ularni tinchligini saqlash bizlar shiorimiz bo'lgan. Prezidentimiz nuroniylarga ishongani albatta bezamas. Biz sidqidildan bajon dil o'zlarimiz mana shu mahalla yettiligi otanay faollar bilan hamjihatlikda ishlarni amalga oshiramiz. Keksalik gashtini surib umrguzaronlik qilayotgan, ayniqsa bir necha 10 yillar davomida birga quvonchni ham, qayg'uni ham, tanglik va to'kinchilikni ham yelka-melka ko'tarib kelayotgan otaxon va onaxonlarni ko'rib havas qiladi kishi. Qo'shko'pir tumanida Qo'shaqarish saodati nomi ostida o'tkazilgan tadbirda nuroniy oila sohiblari o'zlarining murakkab hayot yo'llarini hikoya qilib, o'z mulohazalarini bayon etishdi. 58 yildan beri birgamiz. 7 ta farzandimiz bor. 4 ta o'g'il, 3 ta qiz, hammasi uyli, joyli. Nevara, chevaralarimiz bir 60'a yakın.
Hayat təlimlərini qaynanamdan alğanman. Onlardan nay yapışlanam, okat pişirişlənəm. Həyatda həmmə ağır, yengil işlərini qaynanamdan öyrəngəm. 4 də gəlinim var, həmməsindən minnətdarman. Ailələri bilən tez qatıracağım. Yurtumuzdan həmmə нәрsə yetərli. İşləsəm, mehnət qılsam, mal baxsa, yereksə, həmmə iş qılsa boladı. 60 yillik turmush bu shunchaki vaqt emas, balki bu birgalikda qurilgan hayot, hamjihatlikda yaratilgan olamdir. Umid, mehr, mehnat va mashaqqat bilan voyaga yetkazilgan avlod. Keksalik gashtini surish bu o'tmishni sog'inch bilan emas, minnatdorlik bilan yodga olishdir. Qo'shko'pirlik bu juftliklar esa har bir kunni shukr bilan qarshi olib, yana birga quyosh botishini tomosha qilishdan baxt topmoqdalar.